O'rtoqlar, steyajka tarixida bunaqasi bo'lmagan. Biz suvni o'rniga koladan foydalanamiz. Bunaqa Eronning kolasi stroga o'tgan ekan. Egalari iltimos qildilar, suvni o'rniga ishlatinglar. Steyajka yana ham mustahkamroq chiqadi. Nima deydi? Sho'rlamaydi. Shunaqa degan gapni qildilar. Men o'zim eksperiment qilib ko'rmaganman, bilmayman buni foydasi bormi, yo'qmi. Birinchi marta qilib ko'ramiz. Mana bu kolani o'zlari shkaturka ishlarida ham koladan foydalangan ekanlar. Yaxshi bo'ldi deylar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Foydasi bo'ladimi, yo'qmi?